Surxondaryoda yangi proyekt, xudo xolasa, yangi show, tanga shouga start beramiz. Do'stlar, men shouga qatnash niyatim bor edi. Afsus, bizga ovoz kamlik qildi, obunachilarimiz kamlik qildi. No, bizga nasibasi shu ekan do'stlar. Nima deymiz? Harakatdan to'xtamaymiz. Niyatim bor edi, butun viloyatlararo blogerlar bilan raqobatga chiqish, kurash niyatim bor edi, lekin mayli. Do'stlar, shunday bo'lsa ham taslim bo'lmaymiz. Xudo xolasa, Surxondaryoda yangi proyekt, xudo xolasa, yangi show, tanga shouga start beramiz. Do'stlar, xullas Abdurahmon akamiz dugur show boshlagan, biz voqada Surxondaryo Denovda tanga showni boshlaymiz. Buni shartlari juda ham oson do'stlar. Bunga nimani alishtirish niyatingiz bo'lsa, bemalol alishtiramiz do'stlar. Qani, proyektimiz xudo xolasa zo'r natija beradigan bo'lsa, butun Surxondaryo bo'yicha, agar joiz bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha ham xudo xolasa davom ettiramiz do'stlar. Maksimal podishkada bo'lamiz sizdan albatta do'stlar. Podishkani kutamiz, obunani kutamiz, like kutamiz. Sababi katta blogerlar bilan do'stlar, bilib bo'lish uchun bizga ham auditoriya kerak ekan. No, harakatamiz